Islomda turli oqimlarning vujudga kelishi nafaqat aqidaviy kelishmovchiliklar, balki siyosiy hukmronlik uchun kurash tufayli yuz bergan. 632-yilda Muhammad payg'ambar vafot etgach, uning vorisi masalasida turli ixtiloflar kelib chiqdi. Musulmonlarning bir qismi rahbarlik payg'ambarning eng yaqin qarindoshi Ali ibn Abu Talibga o'tishi kerak deb hisoblasa, boshqalari Abu Bakr nomzodini qo'llab-quvvatladilar. Bu voqea Shia va sunniy yo'nalishlariga bo'linishning boshlanishiga asos bo'ldi. 656-yilda 3-xalifa Usmon ibn Affonning qatl etilishi musulmon jamoasida birinchi fuqarolar urushi, birinchi fitnaning boshlanishiga turtki bo'ldi. Bu voqea Ali tarafdorlari va uning muxoliflari, jumladan payg'ambarning bevasi Oysha o'rtasida qurolli to'qnashuvlarga olib keldi va Tuya jangi yoki Jamal voqeasi nomi bilan tarixga kirdi. 661-yilda Ali o'ldirilgach, hokimiyat Ummaviylar sulolasi qo'liga o'tdi. Bu esa siyosiy kelishmovchiliklarni yanada kuchaytirdi. 680-yilda Yazid I-ning taxtga o'tirishi musulmonlar orasida, ayniqsa payg'ambarning nabirasi Husayn ibn Alida kuchli norozilik uyg'otdi. Ularning qarama-qarshiligi Karbalo jangida o'z cho'qqisiga yetdi. Bu jangda Husayn va uning tarafdorlari halok bo'ldi. Natijada Shia harakat kuchayib, shiyalar bilan sunniylar o'rtasidagi bo'linish yanada chuqurlashdi. Shu bilan bir vaqtda xorijiylar harakati paydo bo'ldi. Ular dastlab Alini qo'llab-quvvatladilar, ammo keyinchalik uning siyosatiga norozilik tufayli undan yuz o'girdilar. Xorijiylar e'tiqod masalasida har qanday murosaga qarshi chiqib, musulmonlar rahbari qarindoshlik yoki boylik asosida emas, balki taqvodorlik asosida saylanishi kerak degan fikrni ilgari surdilar. Ular o'sha davrdagi siyosiy beqarorlikda muhim rol o'ynadilar. Turli qo'zg'olon va nizolarda faol ishtirok etdilar. Bu qonli to'qnashuvlar va siyosiy fitnalar islomda turli oqimlarning shakllanishiga ta'sir ko'rsatdi. Bu jarayonda hokimiyat va ta'sir doirasi uchun kurash ko'pincha diniy bahslar bilan chambarchas bog'liq edi. Shunday qilib, siyosiy intilishlar va hukmronlikka bo'lgan ishtiyoq musulmonlar jamoasining turli yo'nalish va mazhablarga bo'linishida hal qiluvchi omil bo'ldi.